Shu elektron sigaret chekadigan insonlar menimcha o'limdan qo'rqishmaydi. Agar siz ham chekadigan bo'lsangiz, menimcha qo'rqmaysiz bu narsadan. Nima uchun? Kecha ikkita yangi stатья o'qidim men. Birinchisi bu 16 yoshli qiz Minskda, ya'ni Belarusiyada shu elektron sigaret tufayli o'ldi, olamdan o'tdi. Undan tashqari yana Rossiyaning Tomsk shahrida ikkita yosh bola, podrostok reanimatsiyaga tushdi. Sabab birinchisida bu bosh miyaning elektron sigaret tufayli zararlanib o'lishi, ikkinchisiga esa popkornoya bolezni degan diagnoz qo'yildi. Bu kasallikka olib keladigan asosiy sabablardan biri elektron sigaret tarkibida detstal degan aromatizator bor. Bular yig'ilib oxiri shu kasallikka olib keladi. Nima uchun popkornoya bolezn? Shu doktorlar shu fonendoskop yordamida shu o'pkani eshitib ko'rganda, shu makkajo'xorini pishirgandagi o'sha ochilish paytidagi ovoz eshitiladi. Ming afsuski, bu kasallikni hali qanday qilib davolash, orqaga qaytarish imkoni yo'li o'ylab topilmagan. Shuning uchun bu bolalarning hayoti hali nima bo'lishi aniq emas. Menimcha, elektron sigaretdan voz kechish vaqti keldi.